hech qanday tarozisiz retsept grammlarini qoshiqda o'lchab, mana shunday vazdushni yumshoq chiqadigan rulet retseptini hozir sizlar bilan birga bo'lishaman. 3 ta tuxum va 5 osh qoshiq shakarni solib, quyuqroq oppoq ko'pi bo'lgungacha mikserlaymiz. 1 choy qoshiq o'simlik yog'i, 5 yulduz oliy navli unidan 5 osh qoshiq to'la-to'la solib, choy qoshiqda razrixlitel va vanilinlarni ham solib, pastdan tepaga ko'tarib aralashtirib olamiz. Pergament qog'oz ustiga quyuq massamizni solib, tekislab olamiz va 180 gradusda qizib turgan duxovka pechida 10 daqiqa davomida pishirib olamiz. Duxovkadan chiqishi bilanoq issiqligida ruletga o'xshatib o'rab, sovutishga olib qo'yamiz. Endi esa birgalikda kremlarni tayyorlab olamiz. 1,5 piyola bozor qaymog'iga 1 piyoladan sal kamroq quyultirilgan sut solib, mikserda quyuq krem holatiga kelgungacha mikserlab olamiz. Bu orada sovishga ulgurib olgan ruletimizni ochib, oralariga kremlarni bir tekisda surib, yana o'rab rulet holatiga keltirib olamiz. Endi esa kremlarni ruletning ustiga ham bir tekisda surib, shirinligimiz Raffaello bilan birga bir o'xshab chiqishi uchun ustiga kokos qarindilarini sepib chiqamiz. Va xohlasangiz ustiga Raffaelloning o'zidan ham bezak sifatida foydalanishingiz mumkin. Retsept yoqqan bo'lsa menga obuna bo'lib, videoni saqlab qo'yishni unutmang, chunki bundan avzorlar hali oldinda.